kunimiz. Mana bugun juda ham quvonchli kunimiz. Chunki bizning oilamizga juda ham mashhur aktrisa, menimcha butun dunyo biladi. Ularning ijodlarini hamma yaxshi ko'radi. Bizga bugungi kunda Saida Rametova Griliv korporatsiyaga hamkor bo'ldilar. Tabriklaymiz Saida oilamizga. Iloyim mana shu Griliv oilada maza qilib mahsulotlarimizni ishlating. Butun oilangizga eko mahsulotlarni olib kirib, shu allergiyadan, har kasalliklardan chiqartirib, faqat chiroyli hayot, sog'lik, halol yashashga iloyim bo'lsin. Iloyim boshlagan ishlarimiz xayrli, davomli, barakatli bo'lsin. Inshaalloh mana shu Griliv oilada juda ham orzu maqsadlaringizga erishish nasib bo'lsin. Chunki здесь ставьте цель, ставьте мечты.